Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kimga shunaqa finskiy yog'ochli uylar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Devorining qalinligi 16 sm. Rossiyskiy yog'ochdan qilingan. Ikkita qurilgan bu uylar. Bu birinchisi. Xudo xolasa 1 yil bo'ldi shu qurilgan uyga. Patkul chiqib beramiz. Kvadrati $450 dan. Haqiqiy ekologik uy hisoblanadi, yog'ochli uy. Bilganlar biladi. Bu yerda mana besetka ham qilingan. Qishda issiq bo'ladi, o'rtasida 10 sm bazalti bo'ladi. Usti laki nemetskiy lak hisoblanadi. Yomg'irga, qorga tur beradi, quyoshliga. Kiraverishimiz. Birinchi etaj hol. Bu ikkinchi kiraverish. Kuxnya. Topli pol o'tgan. Antifrizda qishda uy isitishga osonroq bo'ladi. Hamma yasama, hamma yog'ochli mebellar. Bu sanuzel. Birinchi spalnya. Sanuzelga kirib ketsa bo'ladi bu tomondan xonada. Zinadan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkita spalnya. Родительskiy, детskiy qo'yilsa bo'ladi bu yerga. Bu yerdan terasaga chiqadigan xot. Mana tabiatda, tog'da stullarni qo'yib olib o'tirsanglar ham bo'ladi. Yo tomonda, yo bu tomonda. Betam xona detskiy bolalar xolasanglar spalnya qo'yib родительskiy qilsa ham bo'ladi bu yerda. Ikkinchi etaj sanuzel. Kiruvchisi chap qo'lda dushovoy. Hamma yog'och sasnadan qilingan. Ikkinchi sort ajratilgan, quruq.
Kimga shunaqa yog'ochli uy qiziq bo'lsa, murojaat qilaveringlar. Pastga chiqib beramiz. Faqat mebel texnika ichiga kirmaydi. Alohida klientlar zakaz qilishganiga yasab berganmiz yog'ochli. Polidan hisoblanadi. $450 1 kvadrati. Mana shu uy 180 kvadratli, 2 etajkali. Mana bu ham xuddi shunaqa 2 etajkali.